bo'lgan hamma koridorga yuribsan. Xo'sh, nega bugun o'quvchilar kam? Assalomu alaykum, Umidjon Muhidinovich. Nega sheriging Jamol ko'rinmaydi? U hozir keladi. Sanlarga maktab katta xo'lang uyimi? Uning qorni og'rigan edi, hozir keladi. Bo'lmasam bugun hammang insho yozasanlar. Inshoni bugun yozib tugatmagan bu sinfdan chiqmaydi. Tushunarlimi? Biz bu yerda faqat 2 kishimiz. Bu sinfga bitta o'quvchi bo'lsa ham insho yozadi. Ustoz, maylimi men o'zim do'stimning oldiga o'tirsam? Xo'sh, bugungi inshoning mavzusi parkur haqida bo'ladi. Ustoz, men o'zim ruchkamni uyda qoldiribman. O'zing ham uyga qolmabsan-da, bekor kelibsan maktabga. Men tushunmadim, nega qolganlar koridorda yuribdi? Pataregrasa eshitinglar, nima qilyapsan koridorga? Onang uyga berlar. Kirdi bo'la hamma inshon yozgan. Pog'ib koridorga yuribsanlar. Onang uyga yurganda yuriysanlar koridorga. Hamroyev pachaq. Tarbiya bergan osonlarga pataregraslar. Umidjon Muhidinovich, böyle nervish qilmang. Mayli, men tualet bo'lib kelsam. Men aka o'zing chiqib qiyla ketasan. Hammang boshimga chiqib o'zlaring pataregraslar afsanlarni. O'tirdingmi? Qani qo'llaringga daftarlaringni ol, yozishni boshla. Menga qara, senga ortiqcha ruchka topilmaydimi? Menda ortiqcha ruchka yo'q. Ey, ruchkang bo'lsa ber, men ruchkam uyda qolib Men ketgan. shuncha gapni kimga gapiryapman? Ura, g'alati. Ya xudoga shukr. Yetgan ursin, Jamol hali ham kelgani yo'q. Sanlar maktabga zivon olib kelinish uchun kelasanlar. Bo'ldi, nerch qilmang Hamroyev, hammasi yaxshi mana.